Albatta qarz berishning fazilati katta. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayni illa kana ka sadaqatiha marratan." Bir musulmon boshqa musulmonga 2 marta qarz bersa, ana shu 2 marta qarz bergani bitta sadaqa qilgan bilan barobar bo'ladi. Sufyon as-Savri aytadi: "Sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishim men uchun mahbubroq." Chunki sadaqa muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtojlar oladi. Nasiya savdo halol. Lekin mana shu nasiya savdoni bahona qilib bir musulmon ikkinchi musulmonni qarz botqog'iga tiqib tashlayapti. Bir odamning mashinasi bor. Naqd pulga sotsa 5000 ga sotadi. Asl narxi 5000. Qarzga kirib qolgan muhtoj odam keladi-da, haligi odamdan shu mashinasini so'raydi, nasiyaga. Qarzdor qarzini taqab yotibdi bu yoqda birov, endi berishlikka majbur. Shuning uchun haligi 5000 lik mashinasini 7000 ga o'tkazadi. Bozorga olib chiqib sotsa 5 ga sotadigan mashinasini nasiyaga berayotganligi uchun 7 ga beradi. 2000 foyda qilyaptimi? 40% foyda qo'ydi. Endi o'sha bilan ish bitmaydi. U 7000 ga o'tgan mashinasini ustiga 1 yilga nasiyaga berayotganligi uchun 50% foyda qo'yadi yana. Tanish manzarami? 50% degani 3,5 degani. Endi qarang, narxi asli 5000 lik bo'lgan mashinasi 10500 ga o'tyapti. 100% dan ko'proq foyda qilyaptimi? 5000 lik mashina qarzdorga 10500 ga o'tdi. Bunaqa foyda keltiradigan tijorat qayerda bor hozir? Bunaqa ishni nasiya savdo deb qilayotganlar, ha, to'g'ri, nasiya savdo. Shunaqa ishni qilayotganlar bir musulmonni ko'rib bilib turib qarzga tiqib tashlash emasmi? Ya agar ona bankdan prosentga pul olsa hamchi, bank ham 13%, 15% beradi. Bularni berayotgan sistemasi bo'yicha 100% dan o'tib ketyapti. Bunaqa katta foyda qilayotganini bilganidan keyin boyaga nasiyaga sotayotgan birodar tezda o'tkazib beradi o'zining nomiga, boyaga qarzdorda. Nimaga? Tezroq birovga berib yuborsin deydi. U 5000 lik mashinani 10,5 ga olib oldi. Naryoqda uni taqayotgan haqdorga olib borib turib, qanchaga beradi uni? 3-4 ming orqasiga sotadi. Avvalgi qarziga yana yangi qarz ilindi. Qulog'i tinchish uchun shu ishni qildi. Endi mana shu yo'l bilan, mana shu sxema bilan mashina sotayotgan boyaga odamga, bu odam to'lamaydi-yu. 100% dan ham ko'p qo'yib yuboribsan. Undan tashqari bu olgan mashinasini to'lagani uni bir tijorati puli yo'q. Qana qilib bunga berding desa, menga nima deydi? Bu dedi uni problemasi deydi. Rozi bo'lib oldimi? Yo'q, men ishim emas deydi. Bu ko'rib, bilib turib bir musulmonni musibatga tiqish bo'ladi. Ha, bu mashinani bunaqa yo'l bilan sotgan odam bir qaraganda yaxshi foyda qilganga o'xshayapti. Lekin rostdan foyda qildimikin? Bunaqa yo'l bilan pul topayotgan odam u pulini qayerga sarflarkin? Boyagi qarzdor 5000 lik mashinani 10500 ga oldi mustorligi uchun. Agar mustor bo'lmasa, qarzi bo'lmasa, qo'lida puli bo'lsa 5000 ga olar edi. Siz uni mustorligidan, muhtojligidan foydalandingiz. Mustorning savdosi harom. O'zi rozi bo'lib bersa ham, olsa ham. Chunki boshqa iloji yo'q edi uni. Shunaqa sxema bilan ishlaydigan bir guruhda aytishdi menga, mana shu uslub bilan qarzdorga mashina berishar ekan. Bittasi beradi, shu sistema bilan 100% dan ko'proq qilib, muddat kelib to'lamay qolgan paytda ikkinchisi boradi, mashinamni oldi taklif qiladi. Xuddi shu sxema bilan ikkinchisidan oladi. Shuna qilib turib, haligi odamga 5-10 ta mashinani bergandan keyin, qarzga botirib bo'lgandan keyin uyini sottirib olishar ekan. Odamni tan qoldiradigan narsa, lol qoldiradigan narsa qarzni olayotgan ham bu uslub bilan. Shu uslub bilan qarzni berayotgan ham hammasi namozxon. Hammasi birodarlar, hammasini soqoli bor, hammasi namoz o'qiydi. Tuppa-tuzli odamlarda mana shu ishlarga aralashib qolganini eshityapmiz. Nima desa katta foyda turibdi-da. Nariga qarzga botgan odam qarzini uzaman deb 10,5 ga olgan mashinasini 8000 ga o'tkazadi, yana 2000 qarz yelkasiga ilinadi.
Bu mustorning savdosi deyiladi. Mustorning savdosi harom. 5-6 yil o'tib ketdi bu ishga. Bir odam qarzga kirib qolgan. Puli bor odamga kelib turib, "Hoji aka, haftasiga 13% ish bor" deydi. Desa 10 ming beradi. Haftaning oxirida 1300 foydasini olib kelib beryapti. Ribo. Aniq ribo. Rozi bo'lib beradimi, norozi bo'lib beradimi? Ribo. Chunki muddat bor, bir hafta va miqdor bor, summa bor. 1300. Endi buni o'zini pulini tanadan beryapti bunga. Ishi yo'q bu yoqda. Buni pulini beradigan bo'lmay qo'yganligi yana bitta odamga borib shu hilani ishlatadi. Bu yerda aytilayotgan narsa aniq ribo. Bir haftada 13%. Surok bor, summa bor. 100 ming bersa haftaning oxirida 13 ming oladi. 200 ming bersa 26 ming oladi. Zo'rda. Ikki tomon ham rozi. Yana bitta holat yaqinda bo'lgani bu. Pulni qarzga berayotgan odam ribo sharti bilan bergan, lekin ikki tomon rozi bo'lgani uchun halol bo'ladigan fatvo bilan yurgan. Ana shunaqa taqvoli ukalardan bittasini ishini ko'ring. Bu hali mazhab kerak emas deydiganlardan ekan, keyin bildik. O'zini ilmli deb bilar ekan, falon joydan o'qib kelgan ekan. Xullas shu ilmlik qo'shtirnoq ichidagi odam 10 ming bergan, oyda oxirida 13 ming, 1300 foyda beradi. Shu ishni qilib shiqillatib foydani olavergan. Endi boyagi qarzdor botib ketganidan keyin o'zini bir yaqini bilan boradi haligi ilmli odamning oldiga. Haligi yaqini aytadiki, "Uka, sizni bergan pulingiz ribo bo'lib qopti-yu." Desa, "Yo'q, ribo emas aka. Men ilmliman, o'qib kelganman, men bilaman." Masalan, zino harom-a? Harom. Ko'chadagi bir ayol bilan zino qilsangiz harom. Endi shu harom bo'lgan zinoni o'sha ayolni rozi bo'lib nikohingizga olsangiz, u ham rozi bo'lib nikohingizga o'tsa halol bo'lib qoladimi? Ha? Bizning ishimiz ham shunaqa. Ikkalamiz rozi bo'lib berib olganmiz, deyapti. Qiyosni qarang. Bu fiqhdagi yangi usulni qarang, qo'shtirnoq ichidagi usulni. Ikki tomon rozi bo'lsa, halol bo'lib qolsa, oho, rosa ilmli ekansanmi, ha? Qiyosni qarang. Ikki tomon rozi bo'lsa, halol bo'lib qolar ekan. Sendaqa ilmli edi. Qimorbozlar ham o'rtaga pulni tashab oshig'ini otayotganda hamma nima roziki bittasini yutib ketishiga. Ilmni qarang. Qaysi mazhabda bor? Qaysi fiqh usulida bor? Bunaqa qo'shtirnoq ichidagi ilmli edi, bunaqa usuli qoidasi bilan qo'shtirnoq ichidagi ish yuritiladigan bo'lsa juda ko'p harom ishlar halol bo'lib ketadi-yu. Ko'ryapsizlarmi bu ilmlilarning qanchalar ilmliligini? O'zini to'qib olgan usuli bilan harom narsani halol qilib turibdi. Qaysi mazhabda bor bu? Qaysi usulda bor? Qiyosni qarang. Zinoni nikohga olib kelib turib, shunga qiyoslab qilayotgan ishini halollayapti. Mazhab kerak emas deydiganlardan bu odam. Shuning uchun bironta mazhabda ushlamaganlar o'zlariga mana shunday bir qo'shtirnoq ichidagi qoidalarda, formulalarni to'qib olaveradi. Agar bu odam bu qilayotgan ishini haromligini bilmay qilayotgan bo'lsa, faqat gunohkor bo'ladi. Tavba qilsin, to'xtatsin. Agar bilib turib halol deyotgan bo'lsa, bu odam haromni halol qilganligi uchun dindan chiqib kofir bo'ladi. Surok bor, summa bor. Bir oyda 15 ming dollar. Bir haftada 2 ming dollar. Dedimi? Tamom, bu ribo bo'ladi.